Ko'pchilik so'rovdi qayerga borasiz? Mana Gulzordek somsachaga keldi. Ish kiyimlarni ham oldi, ketdi. Voy, razmeri qarang, kelibdi yoki razmer. Bo'ldi, zo'r qilsalar to'ylagan keyin. Yutib qo'ymang faqat aka, bu prakat omonat bo'ldi. Kiring. Valloh hormaylar. Akam keldilar ishga. Qadrdonlar qiynab qo'ymaysizlar. Oldindan ishlagan ekanlar. Salingizni tushib olguncha ozgina shunaqa bo'lib turadi. Bosasiz. Ishni nimadan boshlayman? Mana mashib olayotganini qilaverasiz. Yonmajaz. Sizlarda boshqacha ekan. Ochilib ketadi, kichkina. Endi navbat xamirni yoyishga. Xalq tilida o'qiluvlar bo'ladi, somsachilar tilida juvalar. Qanaqa juvalash kerak? Mana xamir ko'ryapsizlar. Ko'ryaptimi? Cheti yupqa bo'ladi, o'rtasi qalin bo'ladi. Tukkanda, o'shanda tegi qalin bo'lib qolmaydi, keyin o'rtasi yupqa bo'lib qolsa, somsa mazalig'ini sholmaydi, tashaveradi. O'shanga o'rtasi qalin bo'ladi. Voy shunaqa ham suv bo'ladimi? Boradi. Saman odiga yor bo'layim, chorbog'chaga gul bo'layim. Saman odiga yor bo'layim. Nimalarmi? Ahmadaga charchamadingizmi? Yo'q, charchamadim. Bo'lmaydi, yonib ketasiz aka, suv. Charchab qolibsiz, ach urinib qolibsiz. Joningizni qiynang. Yaxshi. Ajdalar ishlayotgan bo'lsangiz, ertaga hamma yoz orib ishga tura olmaysiz lekin. Mana arzimasa yarim stavka qilib turinglar bugun. Yarim stavka. Yarim stavka, bo'ldi. Hamma yoz orib dabdala bo'lib qolasiz aka. Bugungi ekan. Yarim stavka 200 ming, bir stavka 400 ming. Somsachilar ham pul topayotgan ekanda. Endi olim mehnati bor, ko'rdingiz-ku aka mehnati. Olov bilan o'ynash pul topadi. Mana metim kuydirib oldim. Kuydingizmi? Narsa parcha surib olamiz. Mana. Ba'zi olamiz. 4 ta somsa qo'shib beramiz. Shu va'da qilingan 4 ta somsa kompotda bonus bo'lib ketdi. O'zing qilgan somsa undan ham mazali bo'ladi. Madorda bismillah. O'chiraqa, abet qilaqa.